Yulduz bo'lsa bugun bizga kela olmagan abuser. PUBG'ni o'ynaganim uchun chap ko'zim ko'rmay qoldi og'ayni deysiz. Doktorga borib, "Sen haqingda aytdim, o'rtog'ing bilan birga kelgan. Srochniy tekshirgan bormasak bo'lmaydi." Nima kasal ekansan? Chaqirma, silma nima? Ya, chap ko'zim ko'rmay qolibdi. Ya, bu aka xolasangiz men sizga hozir doktor nomerini beraman yoki sizga o'zi telefon qiladi. Doktor bo'laman, nima bo'yicha glaznoy virusologiyada ishlayman men. Ha, yo'q. Ovozingiz cho'ta tanishdi. Oldin uchrashmaganmizmi? Yo'q, bilmadim. Menga hozir srochniy Uyimga kelgansiz menimcha. uyingizda nima qilaman sizni? Bilmadim endi mushuklarimni latogin tozalaganmisiz? Og'izga qarab gapiring, bo'lmasam gaplaringiz yozilyapti, o'zingizga qarshi ishlaydi. Qo'y menga. Bashiring qursin sani, hozir topalayman sani. Ha? Ano, ering bilan kelgan faqat. Bo'ldi, mazini qo'shiraman. Hozir borayman, Shohruz bilan boraman. Kasalligi haqida varaqalari bor. Ko'rasanlar desa, kasallik tarqatgansanlar shu narsani. Ha, keyin tovog'ingni taqib, cho'tga gapiradigan qilib qo'yaman. Javobmi? Ha? Javobmi? Javob. Deysiz bormi? Javob. Deysiz bormi? Bor. Lakastasha qattasan.